Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırırız. Endiki leksiye bir siyaset karakterli güçlük bir leksiye. Şununla dikkat kılışanlarını ümit kılmalar hürmetli vatandaşım. Bu leksiyenin mavzusu bunda. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası Tayvan Seyli Seyahat Kanunu layihəsini ve Dünya Səyiyyə Təşkilatı Kanun layihəsini birdək ma'qulladı. Mavzulu xabar 1 ayının 10 günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi haftaning 2 günü bir eg'izdan ifoda bildirib, Amerika Tayvan yuqori qatlam rahbarlarining o'zaro ziyorat qilishini cheklashni bekor qiladigan Tayvan Seyli Seyahat Kanun layihəsini birdək ma'qullab, Amerika hökumətinin Amerika bilan Tayvanning har darajalik amaldarlarının o'zaro ziyorat qilish va fikr almashtirishiga ilhom berishni talab qildi. Tayvan Seyli Seyahat Kanunini, yani HR 535 belgili Cumhuriyetçilerden Avam Palata azası Steve Chapot, Demokratlardan Avam Palata azası Bray Sherman, hem de Avam Palatası Taşqi Münasibetler Komitetinin reisi, Cumhuriyetçilerden Avam Palata azası Ed Royce, 2017 yılı 1 ayının 13. günü o'ttiraga qo'ygan edi. Ha vatandaşlarım, hayt o'tdigicha 1 yil o'tibdi. Bu qonunni Avam Palatasi ma'qullash uchun yana 1 yil kutdi. Top to'g'ri 1 yil toshqanda. Masalan, 2017 yılı 1 ayının 13. günü o'ttiraga qo'yilgan. Bugun endi 2018 yılı 1 ayının 10. günü Avam Palatasining ma'qulligidan o'tdi. Tayvan Seyli Seyahat Kanunu. 1 yil. Biz 1 yil kutib turdik. Hürmetli vatandaşlar. Ovoz qo'yishdan burungi munozirda Chapot apandi Tayvan Amerika munosabatini yaxshilash to'g'risida to'xtalib mundaq ko'rsatdi. Amerika qila oladigan eng muhim o'zgarish Tayvan prezidentining Washingtonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yishdir deb ko'rsatdi. Chapot apandi. Dikkat vatandaşlar. Ovoz qo'yishdan burungi munozirda Chapot apandi Tayvan Amerika munosabatini yaxshilash to'g'risida to'xtalib mundaq ko'rsatdi. Amerika qila oladigan eng muhim o'zgarish Tayvan prezidentining Washingtonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yishdir. Dikkat qiling. Avam Palata a'zosi Sherman mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvanning eng muhim rahbarlari qatlamining Washingtonni ziyorat qilishiga va Amerikada qonun chiqarish va ma'muriy bo'lim xodimlari bilan ko'rishishiga yo'l qo'yish kerak. U yana mundaq ko'rsatdi. Jungo har yili Tayvanga tahdid solyapti. Amerikaning bundaq xaris qilish harakatlariga qo'llanilgan eng yirik tadbiri nima? Bu tadbir Tayvan Seyli Seyahat Kanunini ma'qulladi. Demak, buni shilbiga Avam Palatasi tasdiqini o'tkazdi bir og'izdan birdek fikr bilan ma'qullab. Endi buni prezident Trump imzo qo'ydiganlar bo'lsa, demak bu qonun bu. Shunga Amerikaning buni tadbiri nima? Faqat Tayvan Seyli Seyahat Kanunini ma'qullashdi. Qonun qo'yiladi. Tayvan Seyli Seyahat Kanuni cheklash kuchiga ega qonundir. Bu qonunda Amerikaning siyosiy jihatda Amerika hukumatida har darajalik amaldorlarni Tayvanga ziyoratga berib, o'ziga o'xshash darajalik amaldorlar bilan ko'rishishiga ruxsat qilish. Tayvan yuqori darajalik amaldorlarning hurmatlangan ahvol ostida Amerikaga ko'rishishiga ve Amerika amaldorlari bilan ko'rishishiga, jumladan davlat mahkamasi,
Devlet Müdafiə Ministerligi əməldarlarını öz işiga alğan halda körüşdə ruxsat qılır. Amerika turuşluq təbii iqtisad, mədəniyyət, vakaletlik orni hem de başqa Tayvanның Amerikada təxsis qılğan iqtidarlıq organlarının Amerikada alaqadar mülazimetler bilen şug'ullanışıga ruxsat qılır. Avam Palatası Tayvan Saylı Seyahat Kanunu layihəsini ma'qullagandan keyin kelar qadamda Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Majlisi Kengash Palatasi Senator Marco Rubio qatorliq 7 nafar Kengash Palata a'zolari yo'lga qo'ygan o'xshash qonun loyihasiga munosabatlik qonun tartiblari turg'izish elib beriladi. Avam Palatası ma'qulladi, endi navbat Kengash Palatasi. Baş ştabı Washington'da joylashgan Tayvanliklar tashkiloti, Tayvanliklar Ommaviy ishlar komiteti mundaq ko'rsatdi. Kengash Palatasining bu qonun loyihasini ma'qullashini kutgan kuchimiz bilan ilgari suramiz. Bu komitetning boshlig'i Chin Jingyi bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Tayvan sayli seyahat kanununun ma'qullanishi o'tgan yili 12 ayda Prezident Trump imzo qo'yib kuchga ega bo'lgan. Ya'ni 12 ayning 12 kuni. O'tgan yili 12 ayda Prezident Trump imzo qo'yib kuchga ega bo'lgan davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining davomida. Leksiyaning davomini anglashga hurmat ko'taramiz.